Tushda sarsabil, morchoba o'simligini ko'rish. Tushida sarsabil o'simligini yerdan yig'ib olayotganini ko'rsa, agar u o'z vaqtida bo'lsa, uning miqdoricha foyda topishini bildiradi. Sarsabilni xom holida yeganini ko'rsa, zarar va ranj tortishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.